Assalomu alaykum barchaga. Azizlarim, hozir men bitta narsa yasadim. Baho beringlar, qanaqa chiqibdi. Men yasagan narsa mana shunaqa ko'rinishga ega bo'lishi kerak edi. Men lekin mana bunaqa qog'ozlardan yasadim. U mana shunaqa ko'rinishga ega bo'ldi. Bilmadim, mana shunaqa qog'ozni men yaxshi ko'raman. Ham uyimizda to'g'rirog'i shunaqa qog'oz borligi uchun shunaqa qog'ozlardan yasadim. Keyin yuziga yozuvlar yozib chiqdim. Bu bilmadim qanday bo'ldi. Endi bu nima desam, salgina kayfiyatni ko'tarish uchun mana seni tongdagi do'stingman deb yozdim. Nima desam, ochmasdan oldin bu nimaligini topish kerak. Men issiq va yoqimliman. Yana bittasiga mana film ko'rganda eng yaxshi hamroh deb yozdim. Endi buni men podarka qilgan opat ichida nima borligini topish kerak. Bunga nima solishni bilmadim, shuning uchun bunga yozmadim. Nima deb o'ylaysizlar? Bunga nima solayin? Nima solishni o'zim kallam qotirdim, hech bilmadim. Shokolad solmoqchi bo'ldim. Shokolad u kungacha erib ketadi. Men bugun tayyorlab qo'ymoqchiman. Bugun 1-mart. 8-martgacha bu turish kerak. 8-martda undan keyin uni podarka qilaman. Mana podarishni idishchalarim mana tayyor bo'ldi. Endi bularni bunday qilib sizlarga ko'rsatayin. Mana endi bular ichini to'ldirib chiqamiz. Buni ichiga mana 2 dona mana shunaqa choy soldim. Men issiq va yoqimliman dedi-da, choyni berkitib bitta kley bilan yopishtirib qo'yib, hali u tepalariga bapochkalar yasayman-da, hali ularni yasamadim. Uni topib, misol uchun ichida nima bor, taxmin qiling deb nima qilish kerak. Buni ichiga nima solishni topdim mana. Menda mana shunaqa tasbih bor edi. Buni yaqinda olgan edim. O'zimda tasbihim, shu o'zimda tasbihimda u kishi opaga podarka qilmoqchiman. Duolarida eslab turadi meni. Endi bunga nima deb yozayin bu yerga? Siz kommentariyaga biron fikr bildirib ketsangiz, o'sha sizni fikringizga qarab 7-kuni yozaman. Hali bugun bilmayman, u opa YouTube'ga kiradimi, yo'qmi, men tanigan qizlar YouTube'ga kiradimi, yo'qmi, unisini ham bilmayman. Chunki ular bilan faqatgina TikTokda gaplashganman. TikTokka kiradi, lekin hammasi buni TikTokka 8-kuni yoki 9-kuni qo'ymoqchiman. Bugun 1-mart kuni YouTube'ga qo'yaman. Keyin mana buni ichiga kofe soldim. Seni tongdagi do'stingman. Nima do'stingiz bo'lish mumkin deb o'shalarni nima desam, sal qiziqarli kayfiyatni ko'taradigan qanaqadir nima bo'lish uchun bularni hammasini men o'zim tayyorlab oldim. Endi buni Xudo xohlasa 8-kuni beraman. Berayotgan paytim ham inshaalloh esimdan chiqib ketmasa, albatta video qilib qo'ymoqchiman nasib qilsa. Qanday edi? Menda mana shunaqa simichka bor. Bittasiga ana shunaqa simichka to'ldirishim kerak. Endi bu simichkani ochib bittasiga to'ldiramiz. Nima desam ekan? Endi shunaqa nima desam, erib ketmaydigan, bir narsa aynib qolmaydigan narsalar solishni ma'qul ko'rdim. Chunki 8 kun hali 1 hafta borligi uchun, keyin o'sha kuni shoshib qolmasligi uchun mana shuncha simichkam bor. Endi bu simichkani bitta ana shu xaltachani ichiga to'ldirishimiz kerak. O'shani ichiga solib qo'ydim. Xudo xohlasa nasib qilsa bayramimiz yaxshi, chiroyli o'tadi. Kim Izmirda yashasa, YouTube'ga kirsa, bemalol aloqaga chiqib kelishlaringiz mumkin. 8-kuni hamma o'zbek qizlar yig'ilyapmiz. O'zimiz hech qaysimiz misol uchun TikTokda gaplashganmiz, hayotda bir-birimizni ko'rmaganmiz. Yana men begonaman, borib nima qilaman degan tortinishlar bo'lmasin. Bemalol YouTube'ga kiradigan qizlar bo'lsa, meni eshitib turgan bo'lsalaringiz, bemalol tashrif buyurib 8-mart kuni biz bilan birgalikda iftorlik qilib, biz bilan birgalikda bayramni nishonlashlaringiz mumkin, azizlarim. Ana podarkalarim ham tayyor bo'ldi. Endi bu podarkalarni egasiga yetib borguncha saqlashim kerak. Bugun ana shu ishlarni qildim men. Qanaqa bo'pti, yaxshimi yo'qmi bilmayman. Kimgadir yoqqandir, kimgadir yoqmagandir, bilmadim. O'zimga juda ham yoqdi, lekin ana shunaqa prikolniy sovg'alar tayyorladim. Lekin o'z aslida men boshqa narsa olgan edim, solaman deb. Nima deydi, qanaqadir одноразовый kola chiqqan hozir nimalarda. Одноразовый debman, qarang, kola chiqqan, 0,5lik kola. O'shanaqa kola oldim, kofe oldim. O'shalarni solmoqchi edim, lekin menga keyin o'ylab bu qarorga keldim. Bular ma'qul keldi, chunki u idishcham qog'ozchamga, men yasagan qog'ozchaga ular sig'madi. Endi ular uchun alohida boshqa bir nima tayyorlayman nasib qilsa. Kimda qanaqa fikr bo'lsa, qanaqa ideya bo'lsa yozib ketsalaringiz, albatta fikrlaringizni o'qib ko'rib, nima desam, yana boshqa qizlar ham keladi, ularga ham podarkalar tayyorlayman. Qiziqarli bo'ladi, kunimiz yaxshi o'tadi, o'zimiz ovutamiz. Menga shunaqa narsalar ko'proq yoqadi. Bilmadim kimga yoqadi, kimga yoqmaydi. Shunaqa gaplar azizlarim, keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar.